Bismillahirrahmanirrahim. Sura İnsan. Nahayeti şefkatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilen başlayman. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. İnsan onunun qorsqida bir muddatni o'tkizdi. U arzimiganlikdan tilg'i elinadigan narsa bo'lmadi. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Şübhisizki biz insonni aralashma ma'ni, ya'ni er bilan ayolning ma'nisidan yaratdik. Uni biz shariat takliflari bilan sinaymiz. Shuning uchun uni biz uni nozil qilgan oyatlarimizni anglasin. Koinotni yaratquchining birligiga dalolat qiladigan dalillarni ko'rsin deb anglaydigan, ko'radigan qilib yaratdik. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Şübhisizki uningga biz payg'ambar avatish bilan yaxshi yomon yo'lni ko'rsatdik. U mo'min bo'lib, yaxshi yo'lda mengib, Allohning ne'matiga shukr qilguvchidir. Yoki fojir bo'lib, yomon yo'lda mengib, kufrlik qilguvchidir. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Şübhisizki biz kafirlarga putlarga selinadigan zanjirlarni, bo'yinlariga selinadigan taqoqlarni va yenib turgan do'zaxni tayyorladik. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Haqiqatan yaxshilar kafir aralashtirilgan may bilan to'ldirilgan jamlardan ichidi. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. U kafir jannatdagi bir buloqdan etilib chiqqan bo'lib, uningdan Allohning yaxshi bandalari ichidi. U buloqni ular xohlagan joylariga eqitib boralaydi. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Ular o'z ustiga qasam ichib olgan ishni o'rinlaydi va dahshati kang doiralik bo'lgan kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqidi. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. O'zi muhtoj turuqliq miskinga, yetimga va asirga taom beradi. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Ular aytadi: sizlarga biz Allohning roziligi uchun taom beramiz. Sizlardan buning badaliga hech qanday mukofot va tashakkur talab qilmaymiz. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Şübhisizki biz Parvardigorimiz tarafidan maydonga keltirilgan eg'ir, qattiq kundan qo'rqimiz. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Allah ularni shu kunning sharridan saqlaydi. Ularning yuzlariga nur, dillariga xushallik ato qiladi. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Ularning sabr toqatlari uchun Allah ularni jannat bilan va u yerdagi yipak liboslar bilan mukofotlaydi.
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Ular jannatda taxtlarga yo'linib o'ltirdi. Ular jannatda qattiq issiqnimi, qattiq sovuqnimi ko'rmaydi. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Jannatdagi daraxtlarning soyalari ularga yaqindir. Jannatning mevalarini uzish ularga oson qilinadi. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. Ularga tamaq qochilangan kumush taxsilar. قوارير من فضة قدروها تقديرا. May to'ldirilgan kumushdan yasalgan shishidek suzuk camlar aylandirib sonilib turadi. Saqiylar ularning ehtiyojiga qarab loyiq o'lchaydi. Ya'ni ishkuchilarning ehtiyojidan eshibmi qolmaydi, kemiyibmi qolmaydi. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. Ular yana jannatda zanjibil aralashtirilgan jam bilan, ya'ni jamdagi may bilan so'g'riladi. عينا فيها تسمى سلسبيلا. Jannatda salsabil deb atiladigan bir buloqmi bor. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Qeyrimoy hamisha yosh turadigan g'ilmonlar navbat bilan ularning xizmatini qilib turadi. Ularni ko'rgan cheg'ingda ularning go'zalligi, suzukligi va nurliqligiga qarab ularni terilib ketgan narvoyitmikin deb qolasan. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. Qachonki sen qaraydigan bo'lsang, bu yerda tasvirlab tugatkili bo'lmaydigan ne'matlarni va katta podshohlikni ko'rasan. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Ularning uchsida yupqi ipak va qalin ipakdan tayyorlangan yeşil kiyimlar bo'ladi. Ular kumush uzuklarni taqaydi. Parvardigori ularni pok sharob bilan so'g'iradi. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Shubhisizki bu sizlarga berilgan mukofotdir. Sizlarning mehnatinglar qabul bo'ldi. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. Ey Muhammad, haqiqatan biz sana Qur'onni bölüp nazil qildik. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Sen Parvardigoringning hukmiga sabr qilgin. Sen ularning ichidan hech bir gunohkorga yoki kufrlik qilg'uchiga bo'ysunmag'in. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Atigan oqshomda Parvardigoringning nomini yod qilgin. Ya'ni namoz o'qigin. Parvardigoringga ko'p toat ibodat qilgin. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Kechining oz qismida uningga sajda qil. Ko'p qismida uningga tasbih ayt. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا.
Şübhisizki, bular, ya'ni mushriklar, dunyoni oxiratdan ortiq biladi. Kelgusidagi qiyin bir kunga, ya'ni qiyomatga sal qaraydi. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. Biz ularni yaratdik. Ularning badanini mazmut qildik. Agar biz xohlasak, ularni halok qilib, o'rniga ularga o'xshash boshqa odamni dastitatdik. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Şübhisizki, bu oyatlar vaz nasihatdir. Bu vaz nasihatdan foydalanishni xohlagan odam Parvardigoriga yetkazadigan yo'lni tutsin. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. Faqat Allah xohlagandila, ondan sizlar xohlaysizlar. Ya'ni hamma ish Allohning xohishiga bog'liqdir. Allah haqiqatan hammani bilguchidir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Allah xohlagan odamni rahmatining doirasiga kirgizadi. Allah zolimlarga qattiq azobni tayyorladi.